Assalomu alaykum aziz hamyurtlarimiz, muhtaram prezident. Viloyat prokuroriga murojaat qilgan edim. Viloyat prokurorini ham aldashib, xodimlari hali aqa otishib, hali baqa otishib, Sharxon tuman MIPi soxta hujjatlarga tayanib chiqargan delasini bekor qilgani qo'llari qaltirashib, aybsiz aybdor qilib, singlimni ayblab ketishgan. Sharxon tuman MIPi Sharxon tuman maktabgacha ta'lim bo'limi mudiri Mamajonova Manzura opa, ya'ni Tanzila Norboyeva senat raisini singlisini himoya qilish maqsadida Nezashto singlimi Hoshimovani ayblab olib ketgan. Qo'limda shuncha dalillar keldi. O'rganishga boshqa viloyatdan odam chaqirib, o'rganishga chiqargan edi. Mehnatbandlik hammasidan shu xulosani o'rganib, adliya boshqalarni o'rgantirib, keyin xulosa yakuni bilan viloyat prokuraturasini MIPi birinchi asosiy o'rganuvchi qilib javob xati qilasan degan edi viloyat prokurori. Viloyat prokurorining maqsadi tog'da yag'ida ham qonunlar qanday ijrosi ta'minlansa, shunday ijrosini ta'minlash maqsadi. Yashang, rahmat. Viloyat prokuraturasiga umuman murojaat qilishni xohlamay qolgan edim. Lekin ba'zi odamlarning gapirgan gaplari to'g'ri ekan deb xulosaga kelyapman. Lekin xodimlaringiz aldayapti sizlar. Qonunda unaqa ishlatmayapti. Qonunda chetlab, aylanib o'tishib ketyapti, qaranglar. Sharxon tuman adliyasiga Baliqchi tumanlik Jaloliddinmi Nazarov degan bola kelib qopti rahbar bo'lib. 17-iyun 2023-yilda qolib ketgan mehnat ta'tili byuroga chiqqan, lekin aynan yanvar oyida chiqmasa, xodim mehnat ta'tiliga chiqmagan bo'lar ekanda. Sharxon tuman MIPini o'rinbosari Husanov, Dilmurod Husanov o'zi dalolatnomada yozib ketyapti. Mehnat ta'tiliga chiqqani ma'lum bo'ldi. Hamshirasi orqali Hoshimovani deb yozib ketyapti. Endi buyruq chiqarilmasa, xodimning mehnat huquqini kim poymol qilgan bo'ladi? Bu bir. Ikkinchisi, asha Quvvat tumanidan bitta Oybek degani anaqa qiluvdi, o'rgangani keluvdi. Endi hujjatlar o'zi tayyor ekan. Tayyor yozib kelishgan ekan. Meni shunchaki xo'ja ko'rsin ssenariyga chaqirishib qo'yibdi, chunki sanalari bilan, qo'limga olgan dalillar bilan buni isbotlab beraman, asoslab ham beraman. Hozir vaqtim juda qisqa, bu haqida batafsil aniq qilaman. Oybek ma'lumotida yozyapti. Karimov Almardon o'rgandi Ahmedovaning jarimasini, to'g'ri solgan jarimani. Lekin Karimov Almardon o'rganmagan. Dalillar Rozimov Oybek bu ishdan 15-oktyabrda bu ishni yurituvdan chetlatilgan. Rozimov Oybek o'rganganini ko'rsatsa-da, Quvvat tuman MIPini zami Oybek degan bola Sharxon tuman MIPini himoya qilib ketyapti. Chunki viloyatda Iskandar degan bilan bordi. Menimcha, o'sha Iskandar degan viloyatdagi MIPda ishlaydigan bola hamma hujjatlarni yozib tayyor qilib qo'ygan. 14-kuni obeddan keyin soat 4larda, 3larda meni chaqirishyapti-da, shunday gaplashyapti-da. Lekin qolgan hamma ma'lumotlar, adliyadan olingan ma'lumotlar hammasi 13-sana bilan yozilgan ma'lumotga ruchkada 14-sana deb qo'yib qo'yishyapti. Yozilgan tayyor qo'lida ko'tarib kelgan u ma'lumot. Prosta menga ssenariy qilgan. Boshqa holatlar bo'yicha yana gaplashamiz.